chiqganiga rahmat. Jahongir Beyga rahmat, ko'nglim tushirmadi. Iloyim. Doim bo'ladi deb umid berdi. Mana yetkazdi, rahmat. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi kunimizdan mana xushxabar bilan boshlandi. Ruxsoraxon bachadoniz va ichida homila qopchasi. Tabriklaymiz. O'zi izlagan ko'rsataylik. Bu bachadonimiz, mana o'rtada homila qopchasi. 4-5 haftalik homiladormiz. Iloyim oxirigacha suyuntirib, sog' salomat bag'ringlarga bosib olinglar. Bu bemorimiz hammaga nima deydi? Namuna bo'ladigan bemor. Sababi 3-transferimizda, ya'ni 3-urinishimizda pozitiv natijaga yetib keldik. Ungacha oson bo'lmadi. Qayta kurashib va Ruxsoraxon urinib, mana shu joygacha mana to'xtamagani uchun Xudoyim berdi. Nima demoqchimiz? Boshqa bemorlarga motivatsiya bo'lsa, ya'ni bo'lishi mumkin birinchi urinish yoki ikkinchi urinish nima sababdir o'xshamadi. Mana uchinchisida Xudo xolisa chiroyli natijani ko'rib turibmiz. Motivatsiya berganingizga rahmat. Shugacha yetib kelganingizga Xudoga shukr. Sizlar sabab chiqganiga rahmat. Jahongir Beyga rahmat, ko'nglim tushirmadi. Iloyim. Doim bo'ladi deb umid berdi. Mana yetkazdi, rahmat. Sababchi bo'lishni nasib qildi klinikaga. Rahmat sizga ham. Yengilmaganingiz uchun, oxirigacha kurashganingiz uchun rahmat. Xayrli bo'lsin.